Assalomu alaykum azizlar, hurmatli obunachilar. Biz o'tgan videolarda Xinogulga ta'rif va uning tabobatda qo'llanilishi haqida aytgandik. Bizning bugungi videomiz esa Xinoguldan damlama va malham qanday tayyorlanishi bo'ladi. Azizlar, videoni oxirigacha ko'ring. Chunki video oxirida 3 ta savolga javob bergan eng aktiv obunachimni kartasiga 50 ming so'm pul mukofoti tashlab beraman. Xinoguldan damlama tayyorlash. Kerakli mahsulotlar. Gulning ustki qismlari 1 osh qoshiqdan, qaynoq suv 1 stakan 200 ml. Tayyorlanishi. Birinchi, 1 osh qoshiqdan olingan barg va gullar foydalanadi. Ustiga 1 stakan 200 ml qaynoq suv quyiladi va 3-5 daqiqa qaynatiladi. Ikkinchi, so'ng 15 daqiqa damlanadi. Vaqt o'tgach, elakda suzib olinadi. Uchinchi, ovqatdan oldin katta kishilar 1 osh qoshiqdan kun davomida 2-3 marta ichadilar. Bu damlama diuretik, ya'ni ichni yumshatuvchi vosita sifatida gemoroy kasalligini davolashda qo'llaniladi shifokor maslahati asosida. Ikkinchi, Xinoguldan malham tayyorlash. Kerakli mahsulotlar. Birinchi, barglar, gullar 100 gram atrofida. Ikkinchi, 1 bo'lak achchiq tosh. Yangi olingan uzilgan gullar va barglar maydalanib havonchada eziladi va malham tayyorlanadi. Og'rigan joy spirt bilan artilib, malham qo'yib bog'lanadi. Bu malham bo'g'im, tizza oyoq og'riqlarida qo'yib bog'lanadi. Tirnalgan, kuygan jarohatlarga bu malham qo'yib bog'lansa, teri tezroq bitadi. Video boshida aytilgan savollar quyidagicha. Birinchi, sizningcha Xino qaysi kasallikka ko'proq foyda beradi? Xinoni faqat bezak uchunmi yoki tabobatda qo'llaysizmi? Siz Xinodan tayyorlangan eng foydali retsept qaysi? Yutuq 50 ming so'mni yutib olish uchun javobni kommentda qoldiring. Keyingi videoda yutuq ijrosini e'lon qilamiz. Azizlar, kanalimizga yangi mehmon bo'lsangiz, videomiz yoqqan bo'lsa, like bosib, kanalimizga obuna bo'ling. Izohlarda fikringizni qoldiring. Biz bundan mamnun bo'lamiz.